Ustozni ko'p narsaga o'xshatsa bo'ladi, nazarimda. Qayroq ni vazifasi aynan ustozning vazifalaridan bittasida. Chunki pichoq shunaqa bir narsaki, u tez o'tmas bo'lib qoladi-da, to'g'rimi? Uni charxlab turish kerak. Har juma namozi nima uchun amri ma'rufga borish kerak? Ko'p hollarda ma'ruzaga borish kerak deyiladi. Nimaga? Chunki qalb qanchalik poklanmasa, u har doim tozalanib turishga, qayta poklanib turishga moyildi. Agar biz har hafta, har juma kuni Alloh taolo nimaga buni qonun qilib qo'ygan bizga? Nimaga farz qilib qo'ygan? O'sha namozni uyda ham o'qisangiz bo'ladi? Yo'q. Alloh sizga shu narsani eslatish uchun, jamoatchilik bo'lishi uchun, networking bo'lishi uchun va u yerga borganda o'sha imom tarafdan siz biladigan, aslida biladigan narsalarni sizga eslatish uchun va qalbingizni changini tozalash uchun Alloh sizga shunaqa tizimni yaratib qo'ygan. To'g'rimi? Har hafta borganimizda biz boshqacha bo'lib qaytamiz juma namozidan. Hattoki hajga borganda ham, hajdan qaytib kelgandan keyin butunlay boshqacha insonsiz, iymon ming, umuman bitta kichkinagina xatoni ham qilmaysiz-da o'sha paytda. Juda ham top-tozasiz. Lekin sekin vaqt o'tishi bilan u 1800 ga tushadi, 700, 600, 500, 400 va hokazo. Va siz eski holatingizga qaytib qolishingiz ham hech gap emas aslida. Magarki sizda yangilanish, update bo'lmasa. Xuddi shunaqa qonun qoida iPhone'da. Marhamat, oddiy misol. Operatsion sistemada. iOS'ni siz qani yangilanmay turingchi, telefoningiz qanaqa ishlaydi? Qolib ketadi, qotib qolishi boshlaydi va hokazo. O'zi aslida bunaqa misollar juda ko'p hayotimizda. Oddiy haqiqatlar bular. Biz yangilanib turmas ekanmiz, bizda o'sish bo'lmaydi. Biz yangilanib turmas ekanmiz, biz o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadga yetishimiz yo'li juda ham uzun bo'ladi. Yo yetamiz, yo yetmaymiz. Aynan mana shu yo'lda esa, mana shu yangilanishlarni bizga ta'minlab turadigan inson haqiqiy ustoz bo'ladi. Ustozni har xil atash mumkin. To'g'ri, bilim ulashuvchi, charxlovchi va kontrolyor, nazoratchi, ko'zgu. Ular juda ko'p. Hattoki sizni fanatizm ustozingiz. Nimaga? Chunki o'zi berayotgan maslahatlarini natijasida siz muvaffaqiyatli bo'lganingizdan keyin sizni baxtli holatda ko'rish ustoz uchun 2 karra baxt. Nazarimda otangizdan keyin sizni baxtingiz uchun haqiqatda xursand bo'ladigan inson bu sizni ustozingiz bo'ladi. Va sizni muvaffaqiyatsizligingizni ko'rib o'zini juda ham yomon his qiladigan inson ham aslida ustozingiz bo'ladi. Endi ustoz deb bugungi kunda juda ko'p nimalarga nisbatan, ya'ni ustoz deb mana shu terminni ham ishlatish borasida ham mana bir ikkita e'tirozlarim borda. Balkim endi geografik lokatsiyalar nuqtai nazaridan har yerda o'qituvchini ustoz deyishar balkimda. Mani nazdimda ustoz bu juda ham katta bir statusga ega bo'lgan insonda. Mani fikr hayolimda u yuqori statusga ega bo'lgan inson. Ingliz tilini menga o'rgatadigan o'qituvchi, u o'qituvchi. O'qitadi meni, o'rgatadi. Matematikani o'rgatadigan o'qituvchi, u o'qituvchi men uchun. Lekin men kimnidir ustoz deb chaqiradigan bo'lsam, nazarimda u meni butunlay hayotim yo'lidan xabardor bo'lgan, meni hayot yo'limda meni transformatsiya bo'lishimga yordam beradigan va men bilan birga qayg'uradigan, men bilan birga xursand bo'ladigan insonni men o'zimga ustoz deb bilaman, deb o'ylayman. Va meni
qiynaydigan savollarga javob topish uchun oldiga boradigan insonim, u haqiqiy ustozim. Men qilayotgan ishlarimni xatoligini menga aytib turadigan insonim ustozim. Men kim bo'lishimdan qat'iy nazar, o'sha xatolarni xato ekanligini menga tushuntirib, aytib, baralla ayta oladigan va haddi sig'adigan inson bu meni ustozim deb bilaman. Va mana shunday insonlarni men ustoz deya chaqirishga chin qalbimdan tayyorman va xohlar edimki, har bitta so'zini insonda, umuman yoshlarimiz ham, o'sha Z avlod ham har bitta biz ishlatadigan terminni qiymatini bilaylik. Til bor ekan deb, men ham shu gapni ayta olar ekanman deb, u so'zni qadr qimmatini tushirib yubormaylik. Tushunyapsizmi? Har bitta murojaatimizni, har bitta o'sha birovga qilayotgan murojaatimizni biz u insonni qiymatini tushungan holda, uni siz uchun statusini bilgan holda unga to'g'ri atama beraylik. Tushunyapsizmi? Shundagina biz jamiyatimizda ham o'rnak bo'la oladigan inson bo'lamiz va boshqalar bizdan rang olishni boshlaydi. Tushunadiki, demak ustoz deydi. Bu juda yuqori mavqega ega bo'lgan inson men uchun. U prezident bo'lish shart emas. U boy bo'lishi shart emas, ya'ni moliyaviy jihatdan. U kimdir qazo bo'lish shart emas. Status deganda uni aytmayapman. Status deganda meni fikr hayolimda, meni qalbimda yuqori statusga ega bo'lgan inson. U kim bo'lishi mumkin? U bo'lishi mumkin meni otam. U bo'lishi mumkin menga haqiqatda matematikani o'rgatgan o'qituvchi, bugun ustoz statusini o'ziga o'zgartirib olgan bo'lishi mumkin meni nazdimda. Tushunyapsizmi? Mana fizkultura o'qituvchim, jismoniy tarbiyadan vaqtida dars bergan o'qituvchim bugun menga ustoz bo'la olishi mumkinmi? Albatta mumkin. Magarki uning intellekti shu darajaga yetib, hayotiy tajribasi haqiqatda shu darajaga yetgan bo'lsa, u menga haqiqatda ustoz bo'la oladi. Endi tasavvur qiling, uni ham ustoz desangiz, buni ham ustoz desangiz, buni ham ustoz desangiz, qadri qoladimi? Ustoz degan statusi. O'sha uchun hamki, nazarimda biz mana shu narsalarga ahamiyat berishimiz kerak. Ustoz bu birinchidan topish oson emas ustozni. Ustozini topa olgan inson nazarimda omadli inson. Men ko'ryapman, kuzatyapman. Bitta qaysidir o'qishga borishadi-da, qaysidir kursga qatnashadi, qaysidir treningga borishadi. Treningdan keyin o'sha insonga nisbatan ustoz deb murojaat qilishadi. Siz meni ustozimsiz. Vaholanki ustoz birinchi navbatda ruxsat berish kerak, uni ustoz deya chaqirishga. Aslida. Chunki ustoz bo'ldimi, demak u shogird degani. Tushunyapsizmi? Birovni ustoz deb o'zini shogirdlik statusini o'zi belgilab qo'yapti. Vaholanki ustoz tan oldimi uni shogird deb yoki yo'qmi degan savol. Bilmadim. Meni bu fikrlarim ko'pchilikki fikriga qarshi bo'lishi mumkindir, balkim. Men shunchaki ichki kechinmalarimni, meni hayolimda bo'lgan tahlillarni sizlarga aytib beryapman xolos. Aslida haqiqatda bu gapim bilan men o'qituvchi bilan ustozi statusi bir-biridan past yoki balandligini ko'rsatmayapman. Mutlaqo. Chunki o'qituvchi bu kasblar orasida nazarimda eng sharafli kasb deb o'ylayman va eng mashaqqatli kasb. Chunki insonlarga ilm beradi. Yoshlarga ilm beradi. Kattalarga ilm beradi. Birovga ilm berib, har bitta o'sha sinfda o'tirgan 30 ta bola deylik, 50 ta bola deylik, ularni har birini xarakteridan kelib chiqib, ularga moslashib, o'sha ilmini ular tushunadigan darajada yetkazib berish bu juda ham katta mahorat aslida. Har kim ham o'qituvchi bo'la olmaydi. O'qituvchi degan insonda haqiqiy emotsional intellekt juda yuqori bo'lishi kerak. Ki kerakli paytda o'zini nazorat qilib, o'zini hissiyotlarini nazorat qilib, kerakli bilimni, kerakli metodika bilan yetkazib bera olish uchun. Aslida eng ko'p o'sha nerv sistemasi aziyat chekadigan kasb bu o'qituvchining kasbi aslida. Bizda o'qituvchilarga nisbatan ya'ni
o'sha g'arb mamlakatlari yoki bugungi kunda Osiyo davlatlarida ham bu narsa уже trendga chiqyapti. Ya'ni o'qituvchilarning daromadini oshirish. Va mana Xudoga shukr bizda ham O'zbekistonda sekin bu narsa rivojlanib boryapti va prezidentimiz ham o'qituvchilarga nisbatan katta e'tibor berishni boshladilar. To'g'rimi? Yaqinda o'sha bo'lgan uchrashuvda ham aytdilarki, o'qituvchilarning maoshi mana bunchaga ko'tariladi deb. Bu juda zo'r narsa-da. Aytganimdek, biz o'qituvchilar orasidan o'zimizga ustoz tanlashimiz mumkin. Agar haqiqatda ular ustoz sizga ustoz bo'lishga rozi bo'lishsa va sizlarni dunyoyinglar bir-biringlarga mos tushsa, shundagina ular nazarimda ustoz degan qo'shimcha bir status o'zlariga olishligi mumkin.